Assalamualaikum, sevimli azizlar. Nadir Kitaplar Tavsiyesi programımıza hoş geldinglar. Ben dostunlar Aynur. Bugün sizlarga yana bir kitap bilan keldim. Bugungi kitabımız bekerek cho'nglar uchun bo'ldi, ya'ni ota-onalar uchun bo'ldi. Erkin Sidiq akamızdan yazgan Neticelik Uyg'urlar degan kitobi. Bu kitobdagi nurg'un maqolani men vatandagi chog'larda to'rbetlardan o'qib ekanman. Keyin setib oldim. Shuni tavsiya qilish uchun yana bir ko'rib chiqdim. Nima uchun bu kitobni tavsiya qilmoqchi bo'lib qoldim? Bolalarimiz uchun. Bolalarimiz o'zininki chet ellarda yerlikdan boshqa bir holatda yashayotganligini his qiladilar. Ya'ni turkcha qilib aytgan vaqtimizda yabanchi ekanligini his qiladilar. Unda bo'lgan ekan, ular nima uchun chet ellarda sarsam bo'lyapmiz? Mening cho'ng opam nerede, cho'ng dadam nerede? Heyt olsa ularninkiga biz bormamdiq, ular bilan nima ish ko'rishmaymiz. Mana mushu savollar 7 yildan bizning yuragimizni tilib keldi. Bolalarimiz o'zininki azdir ko'pdir, masalan, mening hech masalan shu 8 yoshli qizim uyda bir necha kitobni men diqqat qilmaganda o'qib olibdi va vatandagi ishlar, nurg'un narsalardan xabar topgandan keyin ajoyib bir ichki jihatdan jimg'urliq bir xil o'zini chorasiz his qilganligini his qilib qoldim. Kichkina qizim. Chunki bu ishlar bir cho'nglar ko'tarmayotgan avval aslida bolalarimizning o'zining millati, o'zi tava bo'layotgan bu to'plamning bu xil holatga ezilgan, bu xil chorasiz holatdan ko'rish ularga nisbatan aktiv energiya bermaydi. Ularga bir nishon turg'izishiga yordam bermaydi. Shuning uchun bolalarimiz texi bo'pmi kichik yoshdagi cho'ng bo'lganda u bo'laman, cho'ng bo'lganda bu bo'laman deydigan bolalarimiz uchun elib aytgan vaqtida o'zimizning millatimizdan chiqqan, mushu dunyodagi kuchli cho'ng yerlarda ishlayotgan, utuq qozongan bu kishilarni tonish, bular bilan paranglashish, imkoniyat bo'lsa ulardan har xil taklif fikrlarni elish degandeklar bolalarimiz uchun nihoyat cho'ng bir ma'naviy kuch bo'ldi deb qarayman. Bu kitapta, Neticelik Uyg'urlar degan kitapda nurg'un Uyg'urlarninki hayoti tanishtirilgan, chet eldagi neticelik Uyg'urlarning men ko'rish jarayonida bir necha o'zimga alay ta'sir qilgan nuqtalarni deb o'tib ketaman, bir qilmayman, chunki nurg'unlarni balkim o'zaro tanishimiz. Shunday bir narsani his qildim. Kichik vaqtimizda bir gap bor-ku, yaqindagi mollam jamallam, yiroqdagi mollam damallam deydigan. O'zimizning Uyg'urlarning bu qadar utuq qozongan, bundoq yuqori yerdagi Uyg'urlarimiz ancha dangliq tuyulmay, ancha bundoq nima qilmay, chet elliklarning birisi qarab, qilib qolsa qanday bo'ldi degan vaqtida bolalarimizning bu xil ulgiga bo'lgan qalbini naqshchi, san'atchi, ishki tok-tok naqshchi san'atchini eski demoqchi emasman. Ya'ni faqat moda bilan bir chaqnab yo'qolib ketadigan bolalarimizni mangulik bir nishon turg'izishiga yordam bermaydigan quruq narsalar egallab ketishi mumkin. Shuning uchun o'zimizning ichidan chiqqan, o'zimizning qinidan, o'zimizning go'shidan, o'zimizning tuproqdan bo'lgan kishilarning bu xil muvaffaqiyati ularga haqiqiy ilhom bo'la oladi. Men avval birinchi bo'lib tizilgan Abdukerimjon To'xti, bu butunlay elibba tartibi bo'yicha tizilgan ekan, hargiz dangliqlik tartibi bu emas, bu darajada. Abdukerimjon akam o'zi Anqarada yashaydi. Bu yerda tanishtirilgandan men mush kitobni o'qigan vaqtimda andan keyin xabarim bo'ldi. To'g'rida e'lon qilingan zamonlar ko'mibdi ekanman. Abdukerimjon akam o'zininki vatan va millat qilayotgan xizmatlaridan boshqa o'zininki kishilik xarakterdagi ajoyib kamtarligi, mardligi va yana shaxsan mening bolalarimga bo'lgan ta'siri ajoyib isil. Masalan, oila bo'yicha berish kelish, aloqa qilish jarayonida shunchalik yaxshi ko'rdi butun oila bo'yicha. Yolg'iz bu yerda mana shunday ichki aloqa qilayotgan bir kishilarninki bu muvaffaqiyatini tushunganman. Qizim qilsam, bu Arifning dadasi ekan. Arif shunday o'qib ketdi-chu, hajab mandaq ekan, andaq ekan deb. Dedim, siz kim shuni tanishtiring qizim, o'qib deb. Desem deb kulib ketdi. Demakchi o'g'lim, bolalarimiz uchun aslida bir ulgiti, lekin bir kitob ichida tanishtirilib, rasmlar bilan tafsiliy holat qilingandan keyin o'qigan vaqtidagi bu ulga asli ko'rib turayotgan ulgidan nechasi yuqori ko'tarildi.
Ondan başqa kitapdaki tonuşturulğanlar içinde mening diqqatimni tortqani ayollar va onalar bo'ldi. Buning ichida alayda meningki degim kelgani kim bo'ldi degan vaqtida Ablat Ibrohim oilasi kitobninki 24-betida bor. Ablat Ibrohim akamiz o'zi hozir Amerikada bularninki bolalari, ya'ni bizda shunday bir narsa borchu. Müş ata-anası okuyma, ben müşunda qılma, anda qılma deb dаңлıq olma deb şunun koydu jürsə deb qoyduq. Məqsəd dаңlıq qılış emas. Bu yerdə dаңlıq qılışın koydu jürüyatqan nəsə yox. Bəlkə özümüzün qalbimizdə kütkən bir armanlarımız var. Özümüz yaxşı görüb qılayotqan kəsbimizdə yetməkçi olğan bir nişanlarımız var. Şu nişan bizdən vaqt, zaman, zihin sərf qıldığan boğaçqa balalarımız bəzdə biz yeterli qarab bulamayotgandek əştaqnim bo'ldi. Şunun bilan ko'pincha aylarda qanday nasib hadisi ota-onalar bunday qilaman desa bolalar tashlanib qolib bolalar vayron bo'lib ketadi ekan. Shunga cho'qim qurbonlik beraylik deb. To'g'ri qurbonlik berish kerak. Bolalarimiz bizdan qoldi ishlarni qila oladi va qila olishi kerak. Ammo bu yerdagi qurbonlik degan faqat masalan onaning hech qanday ish qilmay uyda o'tirib bolalarga tamoq qilib mushtaqli yashashi degandan iborat emas deb o'ylayman. Bir kundagi 24 soat vaqtimizningki agar biz hem dualarımız bilen, hem sebeplerimiz bilen, hem izlenişlerimiz bilen vaqtni yaxshi planlab o'rnashtirib olgan vaqtimizda faqat o'zimizning psixikasini, kundalik turmush tartibimizni qiladigan, qilmaydigan muhim, jiddiy, muhim bo'lmagan degandek ishlarimizni ayirib retlab olgan vaqtimizda mencha hammasini tang ilib menish mumkin. Albatta bu yerda ilaqa kichik geslin amli 40 günlük bo'lgan bolalarimizni tashlatıp cho'g'irib ishlash agar zarur bo'lib qolsa amal yo'q. Bo'lmay qolib qolsa imkoniyat bo'lsa bir mezgil bolalarimiz bizniki bag'rimizda, bizni ko'rib ehtiyoj bo'lgan zamonlarda ularga imkoniyatdan barcha vaqt ajratish kerak. Ammo bolalarimiz o'sib yetilish jarayonidagi o'xshamagan bosqichlarda o'xshamagan ota-onalarga ehtiyoji bo'ladi. O'xshamagan ota-onalarga ehtiyoji bo'ldi. Bu degan gap, mening 1 yoshlik bolam Aynur apsıga bo'lib 5 yoshga kirganda boshqa bir op izlab chiqdi degan gap emas. Asla unday emas. Balki bolalarimizning bizdan kutadigan farqliq bo'ldi. Masalan, endi tug'ilgan bolamiz qushqimizga elib, emitib, purab, shunami? Ko'ziga qarab, 1 yoshga kirgan bolalarimiz bilan o'ynashib turib, 2 ga kirgan bolalarimizning keyindan qo'g'lab qo'yib, 3 yoshga kirgan bolalarimizni yesliga, o'ynaydigan bog'chalarga chiqib do'stlari bilan o'ynatqizib, 4-5 yoshga kirgan bolalarimizning tugamas savollariga bilan o'tirib savarchanlik bilan javob berib, 6-7 kirgandan keyingi maktab kirgan bolalarimizning savoliga onang nima ish qiladi, dadang nima ish qiladi deydigan bizning jamiyat qo'shgan to'hpimiz, jamiyatga o'rnimiz haqida bolalarimiz izlanishga boshlaydi va bizni ulgu qilishga boshlaydi. Shu vaqtdagi o'rnimiz buningdan sirt bizning bolalarga bera oladiganimiz avval ro'yimizdan boshlandi. Xuddi bir uyda Wi-Fi qanday xiliqi ma telefonim hozir to'g'riga sim orqali chetiqliq emas. Mavju. Ammo bu Wi-Fi'ni tatib tatib biz nurg'un onlarda og'zimizda demasligimiz, yoki ichimizga o'chirishimiz mumkin. Ro'yi dunyomizda bo'lib o'tayotgan narsalar. Ammo bolalar xuddi Wi-Fi qabul qilgandek bizning ro'yimizdagi, bizning xiyolimizdagi narsalarni qabul qildi. Bizni o'ziga ulgu qildi, bizni do'raydi. Shuning uchun davr tarafidan shollanib ketayotgan, davrga yetishmayotgan, o'zini yetarsiz his qilayotgan va yoki o'zining orzu-armonlari bilan reallikqa o'tirdiki bu xil bo'shliqni to'ldirolmayotgan onalar yoki oilalar bolalarga ro'yi jihatda to'liq bir narsa berishda qiynaldi. Shunday bo'lg'achqa bir tarafdan o'rganish. Bu cho'qim maktabga kirib o'rgan degan gap emas. Yoki cho'qim bir ishlab manda qil, yoki sen doktor bo'lib ket va yoki cho'ng yerlatish. Asla unday emas. Lekin o'rganishni to'xtatmaslik kerak. O'rganishni to'xtatmaslik bolalar, oila va xizmat o'tirisidagi muvozanatni, tangponglikni saqlashga tirishish orqali nurg'un ishlarni qilg'ili bo'ldi amaliyotda. Men bu oyni takror o'qib ketdim. Rost gap qilsam-chu, bu menga ta'sir qilgani nima bo'ldi degan vaqtida shu qizlari Ablat Ibrohim akamizniki qizi, 2 qizi, ya'ni Dilrabo bilan Berna. Buning ichida men hozir o'qib beraman, ya'ni bütün dünyadaki kişiler söylediğin, dünyanın hazır zaman teraqqiyotiga zo'r darajada ta'sir ko'rsatgan bir qism shirkatlar bor.
Aşındaq şirketlerde işleşni arzu qıldıgan Uyğur yaşlarımı az emas. Aşındaq şirketning biri Facebook bo'lib, yana biri Google'dan iborat. Men bu qitim tanıştırdigan 2 nafar singlimiz ana shu şirketlarda texniklik xodim va texniklik yetakchi bo'lib ishlayotidi. Ya'ni Dilraba kompüter ilmining magistrlik unvoniga erishgan. Facebook şirketida yumshoq detal injeneri bo'lib ishlayotidi. Ondan keyin ikkinchi qizi Berna elektr injenerlik kasbini bitirgandan keyin egilik boshqarish kasbining magistrligiga erishib, Google shirkatininki Android Partnership deb atalgan bo'limining boshlig'i bo'lib ishlayotidi deydi. Bu yozilgan maqolalarning ko'pinchisi 2015 shu zamonlarga tava maqolalar. Doktor Ablat İbrahim akamiz Kaliforniyadagi bir oliy maktabning professori bo'lib da ishlayotidi. Debdi. Demak, masalan, balalarni yaxshi tarbiyalagan, bizning balalarımızga ulgu o'g'idek balalarni tarbiyalab chiqargan bu oilalarni tonish, ularningki tecrübelerden ortaklıqı bizning azroq masalan tecrübelerini anglash, o'rganish, mushu qizlarningki azroq qilayotgan ishlari haqidagi o'zining bergan, masalan ba'zi dokladlarni ba'zi balalarimizga anglatish, bu narsalar bizning balalarimizga bir o'rnak bo'la oladi. Shunga bu kitobni nima uchun ota-onalarga tavsiya qildim degan vaqtida bu Uyg'urlarni texmi tafsili tanısak, Məncə bu kitabnınki yəni davamı yoki to'liqlamasi yozilsa texim yaxshi bo'lg'idek, chunki arada 7-8 yil o'tib ketdi, nurg'un o'zgarishlar bo'ldi. Yana yangi ishlar yetishib chiqdi. Hamda mushu natijalik Uyg'urlarimizdan bizning kutadiganimiz balalarimizga yo'l ko'rsatishi, masalan, o'ziningki kasbi, o'ziningki mushu tadqiq qilayotgan sohalardagi taraqqiyotlar, bundan keyingi yuzlanishlar, mushu sohalarda taraqqiy qilishni orzu qilayotgan bolalarimiz hozirdan boshlab nimalarni qilish kerak degandek bu bilimlarga bizning yoshlarimizning, bolalarimizning ehtiyoji bor. Masalan, mening 6 yoshli qizim astronot bo'lg'usi bor. Ta 3 yoshdan boshlab hozirgacha ham astronot, ham o'qituvchi. Yani bu yerda bir oliy maktabda ishlasam, deydi, avval astronotga o'zim bir astronotu papa, avval o'zim oyga bir chiqib baqay, chiqib ko'rib baqay. Agar meni hali qari o'nkir dam tatib ketmasa, undan keyin qaytib kelib o'quvchilarimga o'rgatib, ularni chiqaray. Agar dam tatib kelsa, mening o'quvchilarimni tatib ketmasin deydigan mushtaq aq ko'ngil tatli qizim bor. Masalan, qanday qilamiz? Balam NASA degan bir yerni deb berdim. Undan keyin Elon Musk bilan azroq tanishgan bo'ldik. Erkin Sidiq dadasi bilan kitob yuzida tanishgan bo'ldi. Demakchi, o'g'lim bolalarimizning bek go'zal xiyollari bor. Bizning bolalarimiz mushu xiyollarni reallikqa aylantirgan Uyg'urlarni ko'rishga ehtiyoji bor. Ular bilan imkoniyat bo'lsa ko'rishishga, ularningki gaplarini anglashga, ularni o'ziga ilga qilishga ehtiyoji bor. Ota-onalar mushu kitoblarni o'qib, ondan keyin bularning ichidagi kishilardan yaxshi ko'rganlarini hammasini yaxshi ko'ramiz albatta. Masalan, mening bolamninki mana ishlarni qilg'isi bor deb shularni qilgandan keyin pustanchi kishi bilan bolamni ko'rishtirsam, yaxshi o'g'dek deb bu yoq bilan ko'rishib, imkoniyat bo'lsa ko'rishtirib degandan qisi bo'ldi. Ammo men anglagandan keyin balkim bu natijalik Uyg'urlarimizni izlaydiganlar ko'p chiqib ketishi mumkin. Shunga balkim o'zining kasblari, o'ziningki qilayotgan ishlari haqida qisqa videolarni ishlab yoshlarimiz uchun sunsa ajab emas deb o'ylayman. Bugungi kitob tavsiyamiz mushakchi bo'lsin. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Kelar san ko'rishaylik.